aytsak endi mehmonlarimizni Ha, bo'ladi. yosh bolalar gapga ham bolalarni ko'ryapsiz, bu gapirmaydi bu. Bu Amerikan demokratiyasi aytyapman deb desa nima qilsin? Bu ham sizga qo'l. Ha, mana keling qarang. La ilaha illalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondan xonadonlarimiz kelishgan o'tdi. Salihaddin domla, Hasanxon domla hozir sal kech yo'qotganimiz uchun ko'p tanishtirib o'tirmaymiz. Hozir Salihaddinga javob beramiz. Mikrofonni beramiz, bu yog'ini o'zlari chiroyli davom ettiradilar. Tinchlikni ham aytib qo'ying, o'zingiz gapiring. Iloji bo'lsa, Yo'q. Mana mikrofon bo'ladi. Shu yetadi. shu kunchiroq chiroyli o'tishini so'raymiz, iltimos. BBC bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Kattakon rahmat sizlarga. Yo'q, siz o'tiring. To'polon qilayotgan bolalar kecha musobaqada ham juda ko'p xalaqit qilishdi. O'shanga iltimos qilyapmiz. Bitta mayli, erta shaharda portlatib o'ynatishdi. Endi mayli buni gapirmay qo'yaylik. Hop. Berey qarang. Bolalarni olib kelish yaxshi. Bolalarga biz tarafdormiz. Masjidlarga kelsin, namoz ko'rsin, o'qisin, o'rgansin. Lekin ba'zi paytda xushu'ni, huzurni yo'qotib qo'yadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Butun olamlarni yaratgan Rob Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Olamlarga sarvar qilib yuborilgan payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga behisob durud, salavatu salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Opa-singillar, aka-uka, yor do'st, qadrdonlar. Bugun Alloh taoloning eng go'zal baytlaridan bir baytda masjidda sizlar bilan amru ma'ruf nahiy munkar dildan bir suhbat qilish niyati maqsadida bu baytullohda jam bo'lib turibmiz. Avvalo bizlarni bu yurtga kelishligimizga eng asosiy sabab hammalaringizga ma'lum, yaqinda Shimoliy Amerika bo'ylab avval ichki shtatlar ichida o'tkazilgan musobaqani final bosqichi 1-2 noyabr kuni Ohayo shahrida shuni yakuniy finali o'tkazildi. Mana shu Qur'on musobaqasini o'tkazish maqsadida biz Hasanxon qori akamiz bilan birgalikda avvaldan bu tashkiliy hay'at bilan bir necha bor bu ma'noda ko'rishdik ham, suhbatlashdik va Zoom orqali doimiy ravishda shu musobaqani qanday darajada o'tkazishlik maslahatlarini qilib turdik. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli karami marhamati bilan musobaqamiz biz kutgandan ko'ra juda chiroyli o'tdi. Kanadadan va Amerikaning ko'pgina shtatlaridan qorilar borib, mana shu Qur'on musobaqasida juda chiroyli tilovat qilib berishdi. Ayniqsa bizni xursand qilgani mana shu hifz yo'nalishida va biz u to ko'rguncha necha xil xayolga tasavvurlar kelgan edi, lekin alhamdulillah
biz o'sha Qur'on o'qigan bolalarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Yana bizni xursand bo'lganimiz shuki, bu musobaqa Shimoliy Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni farzandlari o'rtasida edi. Men saviyani bu darajada deb o'ylamaganman. Ya'ni bunchalik darajada qorilarda qatnashishini to'g'risi ko'rmagunimcha ishonmagan edim. Lekin alhamdulillah biz mana shu 10 yoshdan 16 yoshgacha va 16 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan juda ham ajoyib qorilarni chiqqanligiga guvoh bo'ldik. Qur'oni Karimni mukammal yod olgan hofizi kalomulloh murattab qori deymiz. Xatmiga o'tganlari bor, Kanadada ham va bu yoqda ham. Ana shularni o'zimiz ko'rib, ularni o'sha o'qiganini eshitib baholadik va juda ham xursand bo'ldik. Ya'ni bu xizmat bo'layotganligidan dalolat. Bu yerdagi ota-onalar, imom domlalarimiz, qorilarimiz, ahli ilmlar, ulamolar borligi va bularni qilayotgan xizmatini samarasini ko'rdik. Qur'on musobaqasi ayni shu maqsadda o'tkaziladi. Qur'on musobaqasi qadim-qadimdan bizning yurtimizda, islom o'lkalarida, butun dunyoda musobaqa o'tkaziladigan bo'lsa, birinchi o'sha Qur'onni mukammal yod olgan hofizi kalomulloh deymiz ular. Keyin Qur'onni bir necha porasini yodlagan, masalan uchun 10 pora, 5 poralik, 1 poralik Qur'onni yodlaganlar bo'ladi. Va shu bilan birga mujavvid qorilar deymiz. Ko'p joyda endi hofizi kalomulloh bo'lish qiyin bo'lganligi uchun Qur'onni yuzaki qarab Qur'onni o'qib beradigan. Shular baholanadi. Bu nima uchun bu narsa qilinadi desa, biz asosiy javobimiz shunday bo'ladiki, biz yoshlarni Qur'on o'qitishlikka qiziqtirish uchun qilamiz. Biz islomga, dinga da'vat uchun musobaqani qilamiz. Va shu bilan birga Qur'onga iste'dodi bor bolalar Qur'oni Karimni yodlab, hofizi kalomulloh bo'lsin uchun qilamiz. Asosiy maqsad musobaqadan mana shu narsalar ko'zda tutiladi. Alhamdulillah, qorilarimizni ko'rdik, harakatlarini bildik, buni orqali ustozlari bilan tanishdik, o'sha Qur'on o'qitayotgan domlalari, qorilari bilan suhbatlashib boshqa qilib, bir qancha yaxshiliklarga alhamdulillah guvoh bo'ldik. Mana shu fursatdan foydalanib, men o'z nomimdan mana shu musobaqa kelayotganimizda bizning yurtimizda xossatan mana Hasanxon qori bilan birgalikda 2018-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning tashabbusi bilan o'tkazilgan Qur'on musobaqasini guvohi bo'lgansizlar, ko'pchiliklaringiz. Mana shu musobaqada 5600 dan ziyod qorilar ro'yxatga o'tib, mana shu Qur'oni Karimni tilovat qilib bergan. Shunda 26 ta murattab qori. Bugun yurtimizdagi eng peshqadam qorilar shular. Shulardan bittasi mana Hasanxon. Men o'zim tashkiliy hay'ati raisi bo'lib birgalikda musobaqani o'tkazdik. Mana shu bizning guruhimiz O'zbekiston peshqadam qorilari, katta ustoz qorakalar, ahli ilmlar, ulamolar bizni mana shu Qur'on musobaqasiga ketayotganimizni eshitib juda ham xursand bo'lishdi va hammalari barabariga sizlarga duo va salom yo'llashdi. Ularning duolarini, salomlarini qabul qilasizlar. Alloh taolo bu Shimoliy Amerikada o'tkazilgan Qur'on musobaqasini o'zi husni qabul qilsin. Bu musobaqa har yili bo'lsin, to qiyomatgacha davomli bo'lsin inshaalloh. Qur'onga bo'lgan ixlos, muhabbat bu hammamizniki har yili o'tgan sari mana shunday ziyoda bo'lib borishligini Parvardigorning o'zi nasib aylasin. Kelasi yillarda biz endi juda ham haliga nima qildik, afsuslandik. Hozir yo'l-yo'lakay ham gaplashib kelyapmiz. Los Anjeleslik o'zbeklarni mana rahbarlari Abdulhamid akamiz bilan gaplashib keldik. U kishi uzrlarini, sabablarini aytishdi. Bu yilgi qatnasha olmaganliklarini. Endi buni biz albatta bundan keyin mana shu sabab, shu maqsadda ham bugun sizlar bilan to'planyapmiz. Eng asosiy sizlarga qiladigan da'vatimiz shuki, farzandlaringizni Qur'on o'qitinglar. Ilm o'qishsin. Shariatini, dinini o'rgansin. Buning uchun sharoit, imkoniyatlar bor ekan. Qur'onni misol uchun o'sha onlayn orqali nimada ham o'qisa bo'ladi, internet orqali. Bo'lmasam yaxshi qorilar bor ekan, shu qorilarni topib, gaplashib, olib kelib Los Anjelesga. Ana shularni ustoz qilib, shu bilan birgalikda Qur'onni o'qishlik bilan birgalikda zaruriyoti din, eng mo'minga va mu'minaga kerak bo'ladigan
din ahkomlarini ham o'rgatinglar. Namoz, ro'za, zakot, haj asosiy narsalar. Shu bilan birgalikda mana shu odobi axloqini o'zimizni mana shu shariatimiz, dinimizga muvofiq payg'ambar Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning hadislarini va axloqi hamidalarini ko'pchilik endi biz yurtda ham eshitganmiz, bu yoqda ham bu yerdagi o'sha o'sib kelayotgan yoshlardan ota-onalari xavotir, yaqinlari xavotir. Ular uni o'sib ulg'aygandan keyin nima bo'lishligiga bosh qotib qolgan degan gaplarni gapirishadi. Shuning uchun sizlarga eng katta malham, eng katta shifo, sizlarga eng katta davo shuki, islomni o'rgatinglar. Musulmonchilikni o'rgatinglar. Musulmonchilikda toat, ibodat bilan birgalikda odob, axloqni o'rgatinglar. Alloh taolo o'zini kalomi Qur'oni Karim oyatlarida Astaizu billah mana Qalam surasida payg'ambar Rasul akram sollallohu alayhi vasallamni madh qilib, maqtab, biror bir payg'ambar alayhisolatu vassalomdek Allohning huzurida maqtalmagan. Va innaka la'ala xuluqin azim. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni Alloh taolo Qur'oni Karimda shundoq madh qiladiki, siz buyuk xulq uzradirsiz. Yoki siz buyuk xulq egasisiz. Shuning uchun payg'ambar Rasul akram sollallohu alayhi vasallamni keltirgan shariatlarini, Allohning kalomini o'qib o'rganamiz va shu bilan birgalikda uni kalomlarini, ma'no mazmunini payg'ambar alayhisolatu vasallamni hadislari orqali mukammal bilamiz. Shunda ulamolar aytishadiki, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari 3 qismga bo'linadi. Birinchi qismi qavli, payg'ambar alayhisolatu vasallam so'z bilan ifoda qilgan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mana so'z bilan aytayaptilar. Ya'ni kishi haqiqiy mu'min bo'la olmaydi toinki o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa birodariga yaxshi ko'rmagunicha. Boshqa kishiga ham nima Alloh taolo bergan bo'lsa bandaga, shu yaxshi narsani do'stimga ham bersa edi desa, ana shunda mu'mini komil bo'ladi. So'z bilan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ikkinchi hadislari fi'li hadislari deydi. Ko'rsatib, bajarib payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu narsani namuna bo'lib berganlar. Buni qandoq, qaysi nimada bilamiz deydigan bo'lsa, namozga keldingiz, yoshi ulug' odam mana shu jamoatda o'tirgan bo'lsa, siz bu yoqqa chiqing, oldiga birinchi safga o'tiring deb hozir shu o'tirishlik shu payg'ambar alayhisolatu vasallamning odoblari. Yosh kattalarga bo'lgan hurmat, kichiklarga bo'lgan izzat. Hozir masjidga kelgan bolalar to'palang qilsa ham mayli, endi sal hayolni chalg'itmasin uchun iltimos qilyapmiz, lekin sekin-sekin o'rgatish kerak. Qattiq gapirish kerak emas. Bu bolalarni qo'rqitish yo qattiq gapirib beziydi. Keyin katta bo'lganda ham o'sha esida, xotirasida qolib ketadi. Shuning uchun o'sha chiroyli muomala bilan, chiroyli gap bilan, chiroyli so'z bilan uni o'sha ko'rsatib turib agar nima qiladigan bo'lsak, uni o'sha bolaning yaxshiligiga ta'sir qiladi. Payg'ambar Rasul akram sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir safarga chiqdilar. Safarda ketayotgan paytlarida chanqashdi. Karvonni dam olishga to'xtatishdi. Shunda bir meshta suv bor edi, suvni olib kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamga quyib berishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam meshdagi suvdan olib aytdiki, avval yosh kattalardan, ulug'lardan boshlaydilar. Ya Rasululloh, siz payg'ambarsiz, siz ichib bering, keyin biz ichamiz. Sizlar yoshlarning kattasizlar. Sizlar ulug'larimiz, sizlar duo qilinglar. Ulug'lardan suv ichirishni boshlashdi. Karvondagi hamma suvni, hamma o'sha karvonga sherik bo'lib ketayotganlar ichib, oshib qolgani bilan tuyalarini sug'ardi. Nechta hali suv bor edi. Nimadan bu desa, ana payg'ambar alayhisolatu vasallam baraka yoshi ulug'larda deganlaridan. O'shanga barakaga ishora qildilar. Shuning bilan hammani suv bilan seroq qildilar. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shunday fi'li sunnatlari bor. Shu ko'rsatib qilib berganlar. Masalan, tavozu bilan yurishlari, kattani hurmat qilganda oldin unga harakat qilib borishi, undan so'rashish, hol ahvolini so'rash, boshqa qilish, chiqib ketayotganda misol uchun yordamlashib, oyoq kiyimini to'g'rilab, mana shunaqangi chiroyli xizmatlarni qilib ketish, mana shu bizni payg'ambar alayhisolatu vasallamning hammasi fi'li sunnatlariga kiradi. Ana undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam taqririy sunnatlarini o'rganish. Taqriri payg'ambar alayhisolatu vasallam tasdiqlagan. O'zi Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, hech qanday bir nima yo'q, lekin urf odatimizda
o'zimizni mana hozir biz sizlar bilan O'rta Osiyolikmiz, Movaroun Nahrlik, o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq mana 5 ta mana shu millatga mansub qo'ni-qo'shni bo'lib bir nimada yashaymiz. Mana shu xalqlarda bir-biriga bo'lgan hurmati, qo'ni-qo'shniga bo'lgan hurmat, boshqa millat egalariga bo'lgan hurmat, mana shu nimalarni payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zaro arablar o'rtasida mana shunday bir muomalalar bo'ladigan bo'lsa, bir odamga bir kishi dushmanlik qilsa, uni o'rtada turgan odam mana shunga agar tegsang, xafa qilsang, menga javob berasan deb qo'ysa kafil deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga ham xuddi shundoq o'zlari o'sha payg'ambarchilikni ilk boshlagan paytlarida ba'zi bir shunaqa xurujlar bo'lgan, hujumlar bo'lgan. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalomda hatto Abu Jahl eng o'zlarini qarindoshlaridan dushman bo'lgan kim Muhammadga agar tegsa, noo'rin, men xafa qilaman degan. Shu bilan payg'ambar alayhisolatu vassalomni Alloh taolo ana shu Abu Jahl orqali himoya qildi deyiladi. Mana shunga o'xshagan narsalar bu urfda. Buni hammasiga Qur'ondan qani oyat yo bo'lmasam hadisdan qani daliling, qani isboting deyilmaydi. Mana shu bizning an'analarimiz juda ko'p, mana shu urf odatlarimizdagi narsalar shariatimizdan, dinimizdan ulamolar olishgan. Ulamolarning ijtihodi bilan mana shu narsalar nimalarga hayotga tatbiq qilingan. Xuddi mana shu narsalarni o'rgatish farzandlarga. Shu bilan birga mana xordamlar bilan biz o'sha ko'p yig'ilishlarda, shtatlarda nima qilganimizda, uchrashganimizda bu yerda o'qitish uchun qonuniy shart-sharoitlar juda ham yaxshi ekan. Masalan, Qur'on o'qitaman desa, shariat, din ilmini o'qitishda, boshqada nima yetishmaydi bu yerda, nimani biz sizlarga taklif qilardik? Sizlar ustoz olib kelishlaring kerak. Uni juda ko'p xarajatli katta narsani tashkil qilmas ekan. Mana shu masjidlarda masalan o'sha dinini o'rganaman desa, Qur'on o'qiyman, Qur'on yodlayman desa, mana shu yerga kimni vizasi bo'lsa, o'sha kelib ishlasa, sharoiti bo'lsa, shu bilan birgalikda eng asosiy narsa e'tiqodi pok bo'lsa. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Biz, siz Movaroun Nahr O'rta Osiyolik O'zbekistonliklar shuni bilinglar, e'tiqodda Moturidiymiz. Fiqhda Hanafiymiz. Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning mazhablaridamiz. Mazhabni o'rganish juda ham yaxshi narsa. Mazhabni o'rganib, mazhabni bilib, mazhab yo'nalishida agar ibodat qiladigan bo'lsak, har tarafga qarab kirib ketib qolmaymiz. O'zimizning yo'limizni to'g'ri tutib ketamiz. Shunda xizmat qiladi. Shuni bilinglarki, bugun yer yuzida 1,5 milliarddan oshiq musulmon bo'ladigan bo'lsa, buni ko'p qismini Hanafiylik egallaydi. Katta son Hanafiy mazhabida 1,5 milliard musulmonni 47 dan 55% gacha Hanafiy mazhabini tashkil qiladi. Ana undan keyin Shofiiy, undan keyin Maliki va Hanbali mazhablari. Qolgani 15-17 shunaqa 1,5-2% tashkil qiladi Hanbali mazhab. Shuning uchun nima uchun Hanafiy mazhab ko'pchilikni tashkil qiladi desa, bu ommabop mazhab deyshadi ulamolar. Ko'pchilikda ibodatini mukammal bo'lishligiga, ahli bo'lishligiga, hayotini go'zal bo'lishligiga sababchi bo'lgan mazhab deyiladi. Shuning uchun endi bu narsani uchrashuvdan asosiy maqsadimiz shu ilmiy nima bo'lganligi uchun shu mazhabni yaxshi o'rganinglar, e'tiqodda mustahkam bo'linglar. Allohning kalomi Qur'oni Karim bugun o'zbek tili, tojik tilida dinni o'qib o'rganaman desa, ustoz ham bor. Uning uchun masalan internetlarda chiroyli suhbatlar ham bor, domlalarimizning go'zal va'zi irshodlari bor. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari shu vafotlaridan oldin bir joyda shu juda bir chiroyli suhbat qilganlar. Shu kirish qismida ham sano aytganlaridan keyin shunday dedilar: dunyo omonat, dunyo 2 kunlik dunyo. Dunyo ko'zni bir yumib ochguncha o'tib ketadi. Dunyo bu imtihon dunyosi. Dunyoda inson kelarkan ko'proq savob qilsin, ko'proq ibodat qilsin, Allohga taqarrub qilsin. Erta qiyomat bor. Bu dunyoda qilgan toat ibodat u yoqda asqatadi. Shunday deb turib, buning uchun nima qilish kerak deb turib savol berib turib, o'zlari javob berdilar. Mana shu qisqa hayot dunyoni go'zal o'tkazishlik uchun inson ilm o'qisin. Allohni tanisin. Shariatni, dinni ahkomlarini o'rgansin. Eng kerak bo'ladigan o'zini toat ibodatlarini mukammal bilsin. Erta qiyomatda, mahsharda Allohning huzuriga borganda bugun o'zbek xalqi
Shuni bilinglar. Mana shu yerda o'tirgan tojik, o'zbek, mana shu bizning vatandoshlarimiz Allohning huzuriga borganda menga domla yo'liqmadi, meni Qur'on o'qitishga odam topolmadim, yo dinni o'rganishga, boshqa qilishga bahona o'tmaydi. Bahona ketmaydi deganlar. Chunki bugun O'zbekistonning domlalari o'zlari aytdilar, mana bizni o'zimiz, biz bilan birga domlalar keraklik bugun kitobni o'qiydigan kitobni hammasini biz o'zbek tiliga tarjima qilib qo'ydik. Qur'onni tarjima qildik dedilar. Hadis oltin silsila, mana qordomlalar bilan birgalikda bo'lgan ayni oltin silsila kitobi, fiqh kifoya kitobi, islom tarixi va boshqa ruhiy tarbiya, agar tasavvuf o'rganaman desa, zikr, tasbeh aytishdi. Mana shu hamma kitoblarida o'zbekchasi bugun yozilgan. O'zbekchasi internetlarda turibdi. Tayyor. O'qiyman, o'rganaman desangiz, hamma narsa bor. Hech narsani topolmadim, bilmay qolgan deyishga bahona yo'q deganlar. Ayni ana shu ustozimizning vasiyatlari, go'yo bu bizga vasiyatdek bo'lib qoldi, tavsiyalari sizlarga ham shuni yetkazib qo'yapmiz. Hozir sizlarga yaratilgan o'zlaringizda ana shu qonun bergan shart-sharoit, boshqa nimalar juda ham go'zal. Hamma narsani qilsalaringiz bo'lar ekan. Faqat bitta kamchilikni biz sezyapmiz, sizlarda ustoz kam. Ustozlar yo'q ekan. Endi ba'zi bir shtatlar bu ma'noda mana Filadelfiyada yo bo'lmasam o'sha Ohioda, Orlandodagi o'sha madrasalar, boshqa nimalarni ko'rdik. Erta anchagina sharoitni yaxshi qilib olishgan. Shuning uchun biz buni hamma shtatlarda qayta ko'proq mana shu vatandoshlar istiqomat qilayotgan bo'lsa, shularga iltimos qilyapmiz. Sharoitni yaxshilanglar. Va ko'proq endi bu yerda opa-singillarimiz agar ovozimizni eshitayotgan bo'lsa, opa-singillarimizga juda ko'p narsa bog'liq. Ayollarga, yoshlarni tarbiyasini go'zal qilishlikda. Erkaklar endi turmush nimasi bilan ro'zg'orda masalan obod qilish ma'nosida xizmat bilan safarda ko'p yurar ekansizlar. Ayniqsa bizning vatandoshlarimiz ko'p trakt minar ekan. Masalan, ko'pchilik erkaklarning xizmati shundan iborat. Va boshqa odatdan o'zi erkaklar uyda kamroq bo'ladi, tirikchilik bilan tashqarida yuradi. Buning uchun ayollarimiz, onalarimiz, opa-singillarimiz ko'proq xizmat qilish kerak ekan. Bu yurtlarda. Chunki bola o'sha ko'proq internetda qolib ketsa, yoki boshqa masalan boshqa millat va boshqa din vakillari bilan qolib ketsa, ana shular bilan aralashib boshqa qilganda ko'p emas endi ayrim bir holatlarda noxush narsalarni eshitdik. U narsa nafaqat sizlarda, bizda ham bor u muammolar. Bizda ham bor ba'zi bir shunaqa yoshlarning tarbiyasini buzilishligi, boshqaligi. Lekin uni oldini olish uchun imkoniyat bor. Buni oldini olishlik domla bilan o'sha biz ikkovimiz bil ittifoq aytyapmiz. Buning uchun buni davosi ilm. Buni davosini o'qitish kerak. Bo'ldi. Boshqa buni davosini keyin qilamiz desanglar kechga qolasizlar. Bolani 10 yoshdan mana musobaqada qatnashdi, juda ham yaxshi aql hushi joyida Qur'onni o'qib beryapti. O'zi odatdan Qur'onni yosh paytida yodlatadi. Bizni diyorlarimizda qadimda murattab qorilar, masalan Sohib Qur'on Amir Temur 9 yoshda qori bo'lgan. Qur'onni xohlasangiz teskarisiga o'qib bergan. Mir Alisher Navoiy Qur'onni 6 yoshda deyiladi. Alisher Navoiyning Qur'onni yodlaganligini. Mirzo Ulug'bek ham xuddi shunday, 7-8 yoshida. Va boshqa juda ko'p davlat arboblari, katta siyosiy shaxslar shu bilan birgalikda mana Imom Buxoriy, muhaddislar bizda yo bo'lmasam mana shu mufassir domlalar kalom ilmida kim qandoq dunyoga masalan o'zini tanitib mana shu ilm ichida agar unib o'sib ulg'aygan bo'ladigan bo'lsa, hammasini tarixida Qur'onni juda yosh paytida yodlagan. Qur'onni sizlar bolalarga yodlatinglar, boshqa narsani Allohning o'zi beradi u bolaga. Bu yog'ini Qur'on boshqaradi deydi. Qur'onni yodlatganda bolaning miyasi charxlanib ochilib ketadi. Zehni o'tkir bo'lib ketadi. Qur'on yodlagan bolani sinab ko'ringlar, boshqa bolalarga qaraganda ancha ziyrak bo'ladi. Chunki Qur'on Allohning rahmati u. Uni o'qitishdan maqsad asosan xuddi shu bolalarga kelajakda bir buyuk bir shaxs bo'lib yetishib, o'zi uchun, ota-onasi uchun, mahalla ko'y, dini uchun bir yaxshi xizmat qilsin degan maqsadda bu narsa qilinadi. Albatta iste'dodi borlar. Ba'zi bir bolalarda iste'dod bo'lmasa Qur'onga yodlashlik, uni ulamolarimiz aytishadiki, o'sha Qur'onni kerak surasini o'qisin, undan keyin hunarga beringlar deydi. Undan keyin uni o'zi qiziqqan ilmga beringlar. Yillar o'sha nimada Qur'onda ichida masalan domlalarning yonida o'tib ketib qolmasin umri. Ertaga u yashash kerak.
yashashi uchun bir hunarli egasi bo'lsin, oilani boshqarsin, birovni qo'liga qarab qolmasin, yo ta'ma qiladigan odam bo'lib qolmasin, o'zini o'zi boshqarsin ma'noda bu narsaga tavsiya qilinadi. Lekin bir marta yoshligida o'sha urintirib ko'ringlar, bo'lsa bo'ldi. Albatta Qur'onni yodlagandan keyin ham yana ba'zi bir bolalarda agar boshqa fanlarga ishqibozlik bir qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, o'shunaqa fanlarda o'qitsin deydi. Kimdir doktor bo'lmoqchi, kimdir iqtisodchi bo'lmoqchi. Bu yurtlarda biz ko'rdik, mana shu kasblar erkak kishi, o'g'il bola uchun masalan yaxshi puxta egallasa, uni hayoti juda ham chiroyli bo'lar ekan. O'shaning uchun zamonaviy hozirgi ITlar bor, boshqasi bor. O'shalarda ham o'rgansin. Shuni bilinglarki, Qur'on yodlagan bolani zehni boshqa ilmlarni juda oson oladi. Juda tez oladi. Chunki o'sha Qur'on o'qish davomida Alloh taolo uni mana shunday zehnini o'tkir qilib qo'yadi. Bugun haftaning ulug' kechalaridan bir kechada duolar qabul bo'ladigan mana shunday bir muborak lahzalarda sizlar bilan birga to'planib o'tiribmiz. Bugun asr namozidan keyin jum'ani hukmiga o'tdik. Jum'a hukmi deydi. Payg'ambar Rasululloh akram sollallohu alayhi va sallam mana shu jum'a oqshomida ko'p duo qilar ekanlar. Makka mukarramada o'sha oxirgi yillar yashab turgan paytlarida mushriklar tarafdan juda ko'p qattiq aziyatlar berilgan. Aziyatlar berilganda sahobalar, ya Rasululloh, bir duoibat qiling. Ular qachongacha bu bizni qiynaydi. Biz ham bir yashaylik endi. Alloh bularga bir azobini bersin deganda Payg'ambar alayhisolatu vassalam va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mana shu oyat karimani o'qib, men butun olamlarga rahmat o'laroq yuborilganman. Ya'ni men la'natlash uchun, qarg'ash uchun kelmaganman. Men bularga Alloh taolodan hidoyat so'rayman deb duo qilar ekanlar. Shulardan bittasini aytishadiki, ayni mana shundoq juma oqshomida Payg'ambar alayhisolatu vassalamga juda qattiq aziyatlar bo'ldi. Sahobiylar mana shu iltimosni yana qilishdi. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vassalam duo qilgan ekanlar. Allohumma a'izzal islam bi hadayni ar-rajulayn bi Abi Jahl aw Umar ibn al-Khattab. Ey pok Parvardigoro, menga Umar yoinki Abu Jahlni ikkovini bittasini diningga kirgizib nusrat bergin. Menga kuch-quvvat bergin. Men mana shu quvvat bilan da'vatimni, faoliyatimni boshlayin deb shuni Payg'ambar alayhisolatu vassalam duo qilgan ekanlar. Shu duo qabul bo'lib, ertasiga Hazrat Umar ibn Xattob iymonni qabul qilib islomga kiradilar. Ana shu kundan boshlab islomni oshkor da'vat qilish boshlanadi. Ana shu Hazrat Umar roziyallohu anhu kelishlari bilan birgalikda islomga ochiq da'vat boshlanadi. Xuddi shunday bu kechada ertaga juma bayram ko'proq toat ibodat qilib duo qilinglar. O'zingizlar haqingizda, oila haqida va yor do'stlar haqida. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda shunday deyiladi-ki, agar banda, mu'min musulmon g'oyibda yurgan do'stini Xudo uchun bir mushkuli bor yoki bir bemorligi bor yo boshqa bir hojati bor duo qilsa, yo do'stona bir duo qildi, g'oyibona mana shu do'stimga Alloh yaxshiliklaringni ato qilgin, mana farzandlarini qori qilayotgan, olim qilayotganlarni havas qilib o'zlaringga so'ranglar. Ularnikini Alloh himoya qilsin. Unga bir chiroyli duo qilinglar. Ana shu qilgan duoni qilayotgan paytingizda sizga muakkil qilib, ya'ni Alloh taolo bog'lab qo'ygan malaika Allohga yetkazib turar ekan. Ey Robbim, mana bu bandang boshqa bir do'stini duo qilyapti. Ana shu nima so'rayotgan bo'lsa, o'sha so'rayotgan narsasini o'ziga ham bergin. Ziyodasi bilan bergin deb turib, malaikalar amin deb turar ekan. Shuning uchun mana shu kechalarda ko'p duo qilishga o'rganinglar va ertangi jumaga tayyorlaninglar. Juma sayyidul ayyom, kunlarning eng ulug'i juma kuni. Juma kuni ko'p salovat aytishga odatlaninglar. Erta tongdan turib, erta tongdan namoz bomdodga turgan paytda birinchi hamd bilan boshlaylar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur. Mana shu Payg'ambar alayhisolatu vasallamni duolari, sunnat shuni qilsalaringiz. Bizni o'ldirib qayta tirilgan zotga cheksiz hamd va sano bo'lsin. Ma'nosi shu. Arabchasini bilmasangiz, ertalab turganda shuni ayting. Alhamdulillah, Allohu akbar, subhanalloh,
mana shuni aytib turib, toratxonaga hojatga kirayotganingizda agar qo'lingizdan kelsa, Allohumma inni a'udhu bika minal khubsi val qaba'is. Mana erta tongdagi zikrni boshlanishi. Ey poka Parvardigoro, mani insi jinni sharridan, urg'ochisidan ham, erkagidan ham, boshqasidan ham, ifloslik, yomonliklardan meni asragin. Mana shundoq qilib duo qilib turib, toratga kirib, toratingizni qiling. Toratingizni mukammal qilib bo'lishligingiz bilan birga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Mana shu shahodat kalimasini ayting. Ulamolarimiz marhamat qilishadi. Jannatda 8 ta darvozasi bor. Bittasidan namozni 5 vaqt doim ado etadigan namozda qoimlar uchun, bitta Rayyon ro'za tutganlar uchun, jihodga chiqqanlarniki va boshqa xayr ehson qilganlarniki, mana shundoq bu dunyoda kim nima bilan vafot etsa, kim nima xizmat bilan o'zini chiroyli, masalan, bandachiligini ado etib yurgan bo'lsa, ana shu darvozani ochiladi, o'sha darvozadan chaqiriladi deydi. Bir insonga 8 ta darvoza ochilib, barobar chaqirar ekan. Ana shu ajrga u nima bilan erishgan desa, tahoratini mukammal qilgandan keyin mana shu shahodat kalimasini aytishlik bilan ana shu baxtga, saodatga erishar ekan. Shunga odat qilinglar. Va albatta tongda, erta tongda eng asosiy narsa rizq, nasiba taqsim bo'ladigan, duo qabul bo'ladigan, ko'proq duo qilib, iltijo qilib Allohga azon aytib, uyingizda o'zingiz agar namoz o'qisangiz, jamoatda azon aytilsa, azondan keyin borib ana shu azon bilan namoz o'rtasida hojatingizni Alloh taolodan so'rang. Va juma kunida astag'firullohallazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh deb turib erta tongda duo qilishga, mana shu istig'forda aytishga o'rganing. Hayy va qayyum zotga istig'for aytaman va qilgan gunohlarimga tavba qilaman. 3 marta shuni ayting. Hafta davomida qilgan xato kamchiliklaringizni Alloh afv qiladi, kechiradi. Va namozingizni chiroyli qilib turib, mukammal qilib ado eting. Namozdan keyin, farzdan keyin zikr, tasbih, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar 33 marta, oyatul kursiyni o'qing. Qo'lingizdan kelsa boshqa mana sunnatda keltirilgan duolar, iltijolar bor. Ana shularni o'qib duo qiling. Eng asosiy ana shu farzandlaringizga insof va tavfiq, rushd, hidoyat so'rang. Hazrat shayx ustozimiz aytadilar, ba'zi bir insonlar kelib, duoyim qabul bo'lmayapti hazrat, bolalarim quloq solmayapti, boshimdagi shikoyatlarda nima qilsam bo'ladi deganda, hazrat shu narsalarni tavsiya qiladilar. Shu narsalarni tavsiya qilib aytadilarki, ko'proq ana shu zikr bilan, ibodat bilan, namozdan keyin va boshqa biror bir xayr, mana shunaqangi bir yaxshi ish qilganingizda, ana shu amallaringizni Allohga vasila qilib duo qiling. Ana shunda duoingiz qabul bo'ladi. Ana shunda inshaalloh farzandlar ham hammasi inshaalloh olim bo'lib, yaxshilikka bir xizmat qiladigan buyuk shaxslar bo'lib yetiladi deb Hazrat mana shu narsalarga dalolat qiladilar. Alloh taolo barchalarimizni iymon, ixlos ila ado etayotgan toat ibodatlarimizni dargohida o'zi husn qabul aylasin. Allohni bayti, masjidga borib, mehmonlar bilan ko'rishib, mana bunday amr ma'ruf nahiy munkarlarni eshitib kelaman deb tashab kelgan qadamlaringizga Alloh bitmas tuganmas ajr va azim hasanatlarni Parvardigor o'zi nasib qilsin. Qaytishda tashab ketadigan qadamlaringiz bilib bilmay qilgan sahv xato kamchiliklaringizga kafforat bo'lsin. Masjid sari tashab kelgan qadamlarni hamisha 5 vaqt namozga, jumaga va boshqa qachonki masjidga bir nafl ibodat, biror bir narsani ado etaman deb ketishingiz hammasiga jannat va'da qilingan. Alloh taolo bizni bu dunyoda mana o'zini mana shunday go'zal paytlarida jamlagan, oxiratda ham jannatda ham hammamizni birgalikda jamlashligini va payg'ambar alayhisolatu vassalom shafoat qiladigan avvalgi 70 ming ummatlardan bo'lishligimizni barchalarimizga nasib etsin. Inshaalloh Rayyondan, Firdavs darvozasidan kirib qilgan toat ibodatlarimizni ajrini, savobini ko'rib, shu bilan birgalikda payg'ambarimiz shafoat qiladigan va Allohni jamolini ko'radigan bandalardan bo'lishligimizni Parvardigorni o'zi nasib aylasin. So'zimni shu yerda muxtasar qilaman. Navbatni bizni yurtimizni eng peshqadam zabardast qorilardan Hasanxon ukalari Husanxon bilan birgalikda bugun mana shu o'rta yosh qorilarimizni ichida juda yoshliklarida mukammal Qur'oni Karimni yod olgan, undan keyin shu Qur'on ma'no mazmuni bo'yicha arab
kitoblarini, masalan Qur'onga doir fiqh, hadis, yuqorida aytib o'tgan nahvu deymiz, sarf deymiz, Qur'on Karim ma'no mazmunini tushunishlikka va boshqa mo'tabar kitoblarimizni aksariyatini o'qib xatm qilgan va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini xos shogirdlaridan bo'lgan domlamizga inshaalloh so'zni beraman. Domlamiz suhbat qiladilar. Suhbatni xuftongacha mo'ljallaganmiz. Shuni orasida bir oz savol javobga ham vaqt qo'yamiz. Shunday savol beringlarki, eng kerakli. Birinchisi, o'zlaringiz bilmaganingizni bilib olasiz. Siz bilan birga boshqa eshitganlar ham o'sha narsadan foydalansin. Amri ma'ruf uchun bitta savol bo'lsa, berilgan savol agar ma'no mazmunlik bo'ladigan bo'lsa, agar uni eshitib ko'pchilik uni uyalib so'ray olmay yurganlar, shuni o'rganib ketib, o'shanda amal qilishga o'tsa deydi. Ana shu savol bergan odamga ajr, savob, mukofot kattasi yoziladi. Shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, uni ham tayyorlab turasizlar. Odob bilan o'sha savolni bersalaringiz, inshaalloh Asalxon qoridan iltimos qilamiz. Savollarga ham javob beradilar. Ana undan keyin xuftonni o'qib va oxirida xatmi Qur'on bor ekan. Xatmi Qur'onni ham bir kishi bitta tugatib oxiriga yetkazib qo'yibdilar. O'sha xatmi Qur'onni o'qib vasila qilib duo qilamiz. Bu yerda bir Afg'onistonlik akamizni ahliyalari vafot etgan ekan. Ana shu onaxonni ham haqqiga hammamiz birgalikda duo qilamiz. Shundan keyin sizlarga bitta tavsiyamiz masjid qavmi. Mana shu akalarimiz boshchiligida, Abduhamid aka boshchiligida hozir internetda gruppa, Telegramda gruppa tuzish juda ham oson. Xatmi Qur'onni yo'lga qo'yib olinglar. Kim Qur'on savodi bo'lsa, masalan, hozir sizlar bir haftada bu jumadan boshlab keyingi jumagacha, agar qiyin bo'lsa, ikkita juma qilinglar. Undan qiyin bo'lsa, bir oylik qilsalaringiz ham bo'ladi. Bir oygacha o'sha Qur'onni o'qiydigan odam bo'lib, mana shuni o'qiyman deb turib, keyin jamoat bilan kelib xatmi Qur'onni o'qib duo qilinglar. Xatmi Qur'onni o'tganlaringizga bag'ishlaylar. Bu yerda yashab turganlardan o'tganlar bo'lsa, ularni bag'ishlaylar. G'ariblikda o'tganlar va shu bilan birga xatmi Qur'onni vasila qilib hojatlaringizni so'raylar. Allohdan nima istak, hojat bo'lsa, biladigan odam qisqa qilib bir duosini chiroyli qilib bersin. Inshaalloh hayotinglar yaxshi tarafga o'zgaradi. Hammaniki ishtirok etgan, o'qigan, mana shu yerda birga yurgan hammaga bu inshaalloh manfaatli bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Baraka bir yordam bering. Sizga qulay bo'lar ekan. Boshlaydi. Tilovat tilovat Qur'oni Karim bilan suhbatda boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات
بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه
صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aleyküm selam. Muhterem yurttaşlar, vatandaşlar, sizler bilan uchrashib turganimizdan g'oyat mamnunmiz. Yuqorida Abdulhakim Xon akam juda hammamiz uchun kerakli bo'lgan eng muhim mavzularni qisqa bir sarlavhalarni yoki muhim nuqtalarni aytib o'tdilar. Suhbatimizda asosan mana shu joyda ko'pchilikni qiziqtirgan va ko'pchilikka muhim bo'lgan bir mavzuni asosiy bir suhbatga mavzu qilib tanlasak, keyin savol-javoblarga o'taveramiz inshaalloh. Bu aytmoqchi bo'lgan mavzuyimiz mana shu O'zbekistondan tashqarida, ayniqsa nomusulmon yurtda aholining ko'pchiligi g'ayri muslim bo'lgan mamlakatda yashayotgan siz bilan bizga o'xshash, mana shu joydagi kishilarimizga o'xshash musulmon, xususan o'zbek musulmonlar nimalarga e'tibor berishlari kerak, nima qilishlari kerak? Mana shu mavzuga qisqacha to'xtalsak. Alisher akam hali kecha so'rab qoldilar, yo hali so'radingiz. Shu biz mana shu Amerikada yashayotgan bu musulmonlarga qanday tavsiyalarni aytasiz? Bir islom ahkomlaridan, islom dinidan boxabar kishi sifatida nimalarni tavsiya qilasiz degan gapni aytdilar. Biz voqea hodisalarga ilm bilan yondashishimiz kerak. Tusmolan harakat qilish bilan ilm bilan yondashuvni farqini sizlarga aytsam, masalan bir odam mana hozir bu yerda mashina ustasi bor, yana boshqa uy quruvchi ustalar bo'lishi mumkin masalan. Mana shu uy qurishni, mashina tuzatishni siz birovni ko'rib yurib mancha-muncha o'rganib olsangiz bo'ladi. Ko'rib birov uy qurayotganini ko'ryapsiz, yoki birovning mashina tuzatayotganini ko'ryapsiz. Shundan xulosa chiqarib siz mumkin mashina tuzatishni qaysidir darajada o'rganishingiz, uy qurishni qaysidir darajada bilib olishingiz mumkin, uy qurishingiz mumkin, ancha-muncha mashina tuzatishingiz mumkin. Ammo ikkinchi bir odam bor, u mana shu ustachilik bo'ladimi, quruvchilik bo'ladimi, shuni fundamental ilmini o'rgangan. Quruvchilikni masalan handasa ilmini o'rgangan. Matematikasi bor, boshqasi bor, o'rgangan. Yoki ustachilik bo'yicha mexanik qonun qoidalarini tushuntiradigan nimalarni, asosiy bilimlarni o'rgangan. Savol, mana shu bilim bilan, aniq ilm bilan sohani o'rgangan kishi bilan tusmolan o'rgangan odam o'rtasida farq bo'ladimi, yo'qmi? Qanchalik farq bo'ladi? Katta farq bo'ladi, to'g'rimi? Ilm bilan mustahkamlangan tajriba nima bo'ladi? Professiya hisoblanadi, mahorat hisoblanadi. Xuddi shuni singari har bir narsaga ilm bilan yondashishga o'rganish kerak. Misol uchun mana shu joyda yashayapmiz. Shu yerda yashayotganda avvalo maqsadlarni aniq qilish kerak. Nima maqsadda kelingan? Nima maqsadda yuribsiz? Inson maqsadsiz yasholmaydi. Agar maqsadsiz harakatlansa, harakatlari muvozanatda bo'lmaydi. Natija ham bo'lmaydi. Va hayotda asosiy maqsadni mo'min musulmon odam belgilab olishi kerak. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Yeb ichish uchun kelgan. Yo'q. Yoki pul topib uy qurish uchun kelgan. Yo'q. Bular birortasi inson hayoti uchun maqsad bo'la olmaydi.
Siz bilan biz mana shu hozir yashab turgan, sizlar yashayotgan mana shu jamiyatda eng katta xatar mana shunday tafakkurga nima yo'q, turtki yo'q. Hamma moddiy dunyo bilan band. Bir so'mlik 2 so'm qilsam, uyni qursam, va hokazo. Alloh subhanahu va taolo bu moddiy dunyoni biz uchun maza qilib bir rohatlanishimiz uchun yaratgan. Lekin faqat shundan foydalanib o'tib ketsin deb yaratmagan. Insonning hayvondan farqi u iymon bilan oxirat hayotini kasb etish. Insoniy hayot mana shu. Xohlagan joyingizga boring, xohlagan odamlarni o'rganing. Iymonning o'rnini boshqa hech narsa bosa olmaydi. Endi biz mana shu moddiy dunyoda yashayotgan ekanmiz. Nima qilishimiz kerak? Moddiy dunyodan foydalaning. Foydalanmay emas. Foydalaning. Uyini quring, ishini qiling, pulini toping, boyligini orttiring. Ammo masalan bir kishi 20-30 yil mehnat qilib bir uy oldi. 4 million, 5 million dollarlik uyni barpo qildi. Mana yaqinda o't ketib qoldim mana shu joylarga. Yonib ketdi. 30 yil umr yo'q bo'lib ketgan bo'ladimi? Agar moddiy dunyoni o'ziga bog'langan bo'lsa, yo'q bo'lgan bo'ladi 30 yil. 100 yil yashagandan keyin ham inson o'lsa, vafot etsa, moddiy dunyodan hech narsa olib keta olmaydi agar iymonsiz bo'lsa. Shaharni qurdi, masalan, juda katta loyihalarni bajardi bir inson. Lekin Allohning huzurida bu dunyodagi amallar agar iymon bilan savob umidida qilinmasa, oxiratga hech narsa olib bormaydi. Nima bo'ladi? 100 yil yashagandan keyin vafot etsa, odamlar uchun siz uy quryapsiz, bino quryapsiz, odamlar sizni maqtaydi xolos. Tamom. Ammo siz o'zingiz uchun, shaxsingiz uchun hech qanaqa manfaat bo'lmaydi. Masalan, hozir siz biror toshga olib chiqib qo'yib, rosa maqtasa, nimangiz o'zgaradi? Hech narsa o'zgarmaydi. Vafot etgandan keyin ham inson Allohning huzurida ruhlar olamida barhayot bo'lar ekan. Odamlarning maqtovi quruqdan quruq maqtovi hech narsani hal qilmaydi. Masalan, u 1000 yil, 2000 yil oldin o'tgan podsholarni hozir ham tarixda falonchilik maqtash mumkin. Adolatli bo'lgandir. Yoki shaharlar barpo qilgandir masalan. Maqtash mumkin odamlar. Siz uni o'qtirib, "Va falonchi maqtov eshityapti mana 1000 yildan keyin" deysiz. Mumkin bizni o'rtamizda u maqtovni qanaqadir bir qiziqarli joyi bor, lekin Allohning huzurida dunyoni pashsha qanotcha qadri yo'q. Illo iymonni lekin qadri baland. Endi mana shu moddiy dunyoda bir kishi olib qo'ydi. hamma harakatimizni agar iymon asosiga qura olsak, ibodat bo'ladi, u qoladi. Hasan Qornikida bo'ldi bu. Biz o'zimizda ham ko'pchilikka tavsiya qilib aytyapman. Biror narsani moddiy dunyoning manfaatiga bog'lamaydi. Hatto sahobalar yeb ichib ovqat deyman, 3 mahal ovqat yeymiz-ku. U kishini taniysiz. 3 mahal ovqatdan savob olamiz. Ha. Sahoba ikromlarning Huzayfa ibn Yamoniy radhiyallohu anhu yana boshqa sahobalarning gaplari. Biz uyg'oqligimizda qanday savob kasb qilishga intilsak, uyqumizdan ham shunday savob kasb yeydilar. Shu o'zi qori. Boya gaplarni chiqishiga edi. Uyqudan savob olish uchun urinmish. Nima uchun shunaqa bo'lgan? Nimaga? Bo'ldi endi ertalabdan kechgacha ibodat qilib, uxlasam uxlabman endi. Deb, nega uyquni savobsiz bo'lishiga yo'l qo'ydilar? Nega? Chunki bilganki, bu dunyodan oxiratga faqat savob olib ketadi. Oxiratga iymon bo'lmagan odam bu mo'min musulmon hisoblanmaydi. Oxiratga iymon qanday bo'lishi kerak? Sahobalar aytadilarki, oxiratga bizning iymonimiz dunyoga bo'lgan ishonchimizdan kam emas. Masalan, siz hozir o'zingiz yashayotgan mamlakat, dunyoga qanchalar ishonasiz? Shu mamlakat borligiga qanchalar ishonasiz? Oxirat va hisob kitob, jannat, do'zax borligiga xuddi shunaqa iymon bo'lishi kerak. Mana bu haqiqiy iymon bo'ladi. Demak, moddiy bu dunyoda hayot kechirar ekanmiz. Mayli siz xohlang Makka Madinada yashang. Xohlang O'zbekistonda, xohlang Amerikada yashang, rizqingiz qayerga Alloh sochgan bo'lsa terib yeyaverasiz. Lekin haqiqat shuki, iymon bu mustaqil narsa. O'sha Makkada turib ham iymonsiz gunohkor bo'lib yurganlar bor. Madinada yashab ham fisq fujur bilan yurganlar bor. Ammo Alloh hidoyat bersa, mana shu joyda ham nihoyat e'tiqodli insonlar ko'p.
Men ba'zi bir amerikanlik kishilar bilan ko'rishdim. O'zi amerikan, asli yevropaliklar. Lekin e'tiqod shunchalar zo'rki, bizda ancha-muncha musulmonlar topolmaysiz. Tushuncha ham zo'r. Shunchaki emas, ongli ravishda. Yaponiyada ba'zi bir olimlar bilan uchrashdik. To'g'ri, ular arab diyorlarida oz-moz ta'lim olgan ekan. E'tiqod ham nihoyatda go'zal, mustahkam. Demak, siz bilan o'zimizga bog'liq jihatlari ko'p. Ammo muhit insonni haqiqatda ta'sirga oladi. Buni bir misolini aytsa, masalan siz O'zbekistonda yashasa farzandlaringiz, siz o'zbek tilini o'rgatishga muhtoj bo'lmaysiz. To'g'rimi? O'zbek tilini saqlash uchun unga siz qo'shimcha ta'lim bermaysiz. Shunday yashaveradi, o'zbek tili turaveradi, rivojlanaveradi tili. Ammo bu yoqqa kelgandan keyin bolalaringiz endi muhitda asosiy gaplashayotgan til ingliz tili bo'lyapti, misol uchun, atrofida. O'zbek tili qochyaptimi? Qochyapti. To'g'rimi? 70-80% bolalarimiz hozir mana shu yaqinda kelgan 20 yil oldin kelganlarning bolalari shu yerdagi kishilarning aytishicha 70-80% o'zbek tilini tushunmaydigan bo'lib qo'yadi. To'g'rimi? Agar siz vatanda bo'lsangiz, shu holat bo'lmasdi. Muhit o'zi uni tilini boshqaraveradi. Tili bilan dini kishining o'zligi bo'ladi. Demak, bu yerda tilini yo'qotyaptimi? Dinini ham xuddi shunaqa yo'qotishi oson. Yurtdagiga nisbatan. Shuning uchun biz tavsiya qilardik. Har bir narsaga ilm bilan yondashishimiz kerak deganimiz sababi shuki, har bitta voqea hodisalarga maqsad, kelajak, nuqtai nazarlar bilan qarab, aniq strategiya qilib olish kerak. Masalan, bu yerda o'tirganlar hamma bir xil emas. Kimdir 3 yildan keyin qaytaman deyapti. Kimdir qachon qaytishini bilmaydi. Kimdir shu joyda uy-joy qilib qolib ketish ehtimoli ham bor. To'g'rimi? Endi siz mana shu o'zingizni harakatlaringizni har birimiz o'zimiz harakatimizni birinchidan maqsadga bog'lashimiz kerak. Qolishdan maqsad nima? Qaytishdan maqsad nima? Qolsam necha yil qolaman, nima uchun qolaman? Shuni bir o'ylab tahlil qilish kerak. Unaqa hali tusmonan yashaveraychi, kuni tovusinchi bilan ko'p narsa yutkazib qo'yiladi. Hech bo'lmasa bir 10-15 yilni odam ko'z oldiga keltirish kerak. 10 yildan keyin siz qanday sharoitda nima qilayotgan bo'lasiz? Taxminan. Masalan, 10 yildan keyin 60 ga kirgan bo'lsam, nafaqaga chiqqan bo'laman. Falonchi o'g'lim 20 ga kirgan, unisi 15 ga kirgan bo'ladi. 30 ga kirgan bo'ladi, Endi o'sha vaqtda bular qaysi sohada ishlayotgan bo'ladi, qayerda bo'ladi, siz qayerda bo'lasiz? Hech bo'lmasa bir 10 yillik, 10 yil bir pasda o'tib ketyapti-ku. 5-10 yillik rejani ko'z oldiga keltirish kerak hayotni. Bolalarga mana yosh yigitlar turibdi, mana yosh yigitlar yuribdi mana bu yerda. Shular o'zi o'ylash kerak. 15 yildan keyin o'zingizni qanday tasavvur qilyapsiz? Kim bo'lasiz? Ana endi maqsad aniq, reja aniq bo'lgandan keyin ana endi mana shu 10 yil, 15 yil yoki bir umr qolib ketish mo'ljali bo'lsa, nimalar qilish kerak bo'ladi? Nimalarga biz muhtojmiz? Mana buni fikrlab, o'ylab, aniq bir strategiyasini inson qilib olish kerak. Har bir inson o'zi uchun, oilasi uchun qilib olish kerak. Ham fikrlar maslahatlashib qilsa bo'ladi. Masalan, sen ham 10 yil qolmoqchimisan, men ham 10 yil yoki sen ham uy olding mana, yonma-yon men ham qo'shni bo'laylik, shu yerda yashaymiz shekilli deyapsiz-a, misol uchun. Mana shuni endi gaplashib, fikr almashib, odam reja qilish kerak. Misol uchun yurtga qaytmoqchi bo'lganlar, birinchi bo'lib nima qilish kerak desa, farzandlaringiz o'zingiz diningizni, e'tiqodingizni, tilingizni va millatingizni saqlash uchun ma'lum ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam muhit sizni asta-asta tortadi, siz singib ketasiz. Aytishingiz mumkin, menga qizig'i yo'q. Men bundan keyin 30 yildan keyin ingliz bo'lib ketamanmi? Bolalarim
o'zbeklikdan chiqib ketadimi, menga qizig'i yo'q desangiz, u boshqa gap. Unda siz o'shanga yarasha harakat qilasiz. Lekin bizda ko'pincha nima bo'ladi? Orzu maqsadlar bo'ladi, harakat bo'lmaydi, reja bo'lmaydi. O'g'illarim salohiyatli bo'lsin, ibodatli bo'lsin, o'zim iymonim e'tiqodli bo'lay degan niyatdan qilamizda,